virusni men kelgan. Qo'l ostimdagilarning bu kasaldan yuqumlanganligi Chang akamizning shafoati uchun. Menmi qatnashiman? Menmi birga hisobmi? Ustoz, mening qo'shib ilang, meningmi foydam tegib qolar. Kichik bola tursang, nim foydang tegidi? Hamma, meni undaq bo'shchoqlamoq. Ustozimdan so'rab yiqinga, yuqorga o'rlay olayman. Quduq ostilarga kirib, toksimlarni manga olayman. Cho'nglar qila oladigan har qanday ishni qila olayman. Ma'qul. Senmi birga hisob? Ko'pchilikka rahmat. Chang aka, ayting, endi biz nima ish qilamiz? Hozir biz qilmasak bo'lmaydigan bir necha ish bor. Avval qo'l ostingizdagi yaralangan birodarlarni doktorxonaga olib davolash kerak. Yuqumli kasalning yana kengayib ketishini qat'iy to'sishimiz kerak. Biroq inlarimning hammasi doktorxonada qancha pul ketadi? Mening yenimda Pulning ipini mana men qilaman. Sizning qiladigan ishingiz mollarni yaxshi saqlab turish. Chataq chiqib qolsa hargiz bo'lmaydi. Ikkinchi, qo'l ostingizdagi yuqumlangan inlaringiz atli doktorxonaga berib davolanish kerak. Hozircha siz ularning butun badanini doka bilan tengib qo'ying. Bu mezgilda boshqalarga qayta yuqib qilishdan saqlanish kerak. Jimbiyav Yushan ishkinglar Jinyuga yordam qilinglar. Ma'qul. Xotirjam bo'ling. Hargiz chataq chiqmaydi. Malni yo'shirgan o'rinni yaxshi tekshirib beqing. Ma'qul. Menga topshiring. Malni yo'shirib bo'lgandan keyin barliq sandiqlarning ochqichini Lin Yushanga saqlashga bering. Ikkinchi qiladigan ishimiz tez suratda qochib ketgan Johnson yilangni tepib, uning eg'izidan bu mallarning kelish manbasini tafsili bilishimiz kerak. Meningcha ular bu virusni yasab chiqqankan, cho'qim buni kontrol qilishga amali bor. Eng nodir, eng yangi, suzuklik yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Lekin Johnsonni qayerdan topamiz? U dori do'kondan qochib odamlar qaynimiga kirib ketgan tursa, uni tepish xuddi quduqdan yalnız degandek ish-ku. Agar uning qochib ketishini bilgan bo'lsam, uning putini chaqratgan bo'lardim. Qarang sizni, og'zingizdan chopaman, o'ltirman degan gap tushmagan. Qandaqmi qiz bolaga o'xshaysiz? Keyin qandaqmi yotliq bo'lasiz, ha? Hey, siz tex bilmaysiz. Bizning bu qizchaq Chongqingdagi 3 pristanda eng jalbkor Sayib Jamal. Nurg'ulg'a yigitlar uning ko'z tikib turdi. Bitta bering, qilayotgan so'zim. Jinyo, uning putini cheqvatmasingizmi, biz uni topalaymiz. Ha? Ha? O'zimizni uning o'rnida qo'yib o'ylab baqaylik. Shundalar bu tarafini nihoyat osonla tushunib olamiz. Uning uchun o'ylab baqamdiq. Bu nimani tushundirdi? O'ylab beqma. O kuni kech xizmatchilar yotoq uyda yotganlar, ya'ni cheqilib ketgan dori qutisi bilan hapalashganlarning hammasi yo'qomlandi. Johnson yilangmi buning sirtida emas. To'g'ri. Bu ablahmi cho'qim xolira kasaliga giribtor bo'ldi. O'zining beshiga o'zi chiqdi. O'zim ozliq qiladi. O sirtda o'lib qolsa hargiz bo'lmaydi. Bo'lmasa nurg'un begunoh odamlarga yuqtirib qo'ydi. Shunga qandoqli bo'lishdan qat'iy nazar cho'qim tezlikda uni tepishimiz kerak. To'g'ri. Ko'pchilik o'ylab beqinglar.
Masalan, Johnson yelang kasallik bakteriyasi bilan yuqumlangan bo'lsa, o chaqda o nega bor? Kile. Rochang cho'qim beradi. Buni o'ylangandek nimasi bor? Cho'qim doktorxonaga berib kasal ko'rsatdi. Bütün a'zosi ig'ir yeringdab ketgan, bordiga yeri yo'q bir odam doktorxonadan boshqa yana nega bora oladi? Xuddi sizga o'xshash birodarlarni qutqizish uchun dori do'koniga o'g'irlikqa kirgandek, Johnson yelangmi cho'qim doktorxonaga bordi. Hozir bizning qiladigan ishimiz Yibing tavasida zodi qancha doktorxona bor? Meningcha bu ishni Yoching Rochangni elib bijirib kelsin. Chataq yo'q. Men mas'ul bo'lay. Bizga aldirash bo'lib ketdik, lekin sizchi? Men Liu Tianlong bilan ko'rishiman. U menga 100 kesak oltin qaris. Darvozani och. Kira. Xo'jay, Roshan, ish bormi? Qo'ngshor bilan Wushudo qaytib keldi. Changtangchu. Changtang ko'rinmaydi. Nima? Ular ikkisini qaytib ketdimi? Ularni chaqir. Xo'p. Kiringlar. Xo'jayin, Xo'jay, Changtangchu.
Changtang Yushan Zhao Yachang bizni o'zini qochirib yoshirinchi paraxutdan tushyapti. Na ketganligini bilmaydi. Na ketkinni bilmadinglar? Bu Lin Yushan qoldirib ketgan xat. Ahvol nihoyatda jiddiy. Tushuntirishga amalsizman. Xo'jayinga aytib qo'y, 3 kundan keyin an shunjayda ko'rishayli. Bu qandoq gap? Qog'ozdagi xatga qarasak, u rostla Lin Yushanning pochirkisi. Buni bilaman. Biroq bu hech nimani tushuntirib bermaydi. Chingtangning hilmi-fikri ko'p, suiqasdlari texmi ko'p. Biroq Lin Yushan ish qilganda hissiyotga berilib ish qiladi. Mening ansiraydiganim, u Lin Yushandan foydalanib, bizga taqobil turamdikin deyman. Xo'jayin, bundaq bo'lishi mumkin emas. Siz uning bilan ittifoqlashadigan ifodangizni bildirib qo'ldingiz. Yana kelib, Mao idora boshlig'imi o'z qo'li bilan telegraf avatdi. U qandoqsi yana bizga hilmi-fikr ishiltidi. Agar u bizga taqobil turmoqchi bo'lsa, udulla an shunchayga kas to'g'ri bo'ladi. Nimishqa yebingni tushib qoladi? Bu haqiqatan g'alati ish bo'ldi. Amis rastilla Lin Yushan aytgandek jiddiy ahvolga uchrab qolganmidi? Balkim shundaqdir. Changtangning qilayotgan ishlarini bilish to'liq qiyin. Uning nisbatan hushyorligimizni 100 haslab oshirishimiz, hech qanday qishlarga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Rishan, Xo'jayin, topshirdiq ish bormi? tez o'rinlashtir. Hozirning o'zida yebin qarab yo'lga chiqamiz. Xo'p. O ishni ikkinchi bir odam hargiz bilib qolmasin. Ma'qul. Tez bor. Aka, u burkut keldi. Qayerda? Qo'yildi. Tez boshlab kir. Ma'qul. Palvon, xo'jayinimiz mehmonxonasida saqlayotdi. Qani, marhamat. O burkutini ishlar qanaqroq? Hamma ishlar yaxshi. Liu xo'jayinning esidan chiqib qolmagandi. Marhamat. Qandaq? O mal to'g'riliq xabar bormi? Tasvirlab beqma. U mal qandaqroq mal edi? Ben tek sizni o malni izlab topgan o'xshaydi debdiman. Qaraganda ortiqcha xo'sh bo'lib ketgan o'xshayman. Savolimga javob bera olamsiz? Ma'qul. Amaliyotda hamma o mallarni ko'rib boqmagan. Biroq maligisining ig'zidan anglashimcha, o 10 necha sandiq bo'lib, ichiga karishnovoy ayni qutilar qachlangan. Sandiq ig'zi va butilkalarga yaponcha izoh berilgan ekan. Yaponcha eskartishning ma'nosi nima? Buni men bilmaydi ekanman. O burkutinim, sizga ishonmaganligim emas. Siz menga va'da bergan o deyman. Agar 3 kun ichida mallarni topolmasangiz, Jingbiya bilan Ruchang ikkisini mening qo'limga topshirib berasiz. Liu xo'jayin. Bugun kelishdagi maqsadim 100 kesak oltinni og'ash ketaymikin deb edim. O burkutinim, malni ko'may turib, nemishqa sizga pul bergidekman. Pulni ko'may turib, malni sizga nima deb ko'rsatgidekman? Ma'qul.
Pulni ko'rish bakmi oson. Qandaq? Pulni ko'rgansiz? Qani birodar, molni chiqarsangiz ko'rib baqsam. Ha, to'g'ri. Bu dal, heliq mol shu. u temir sandiqning ichiga 46 taldan qachilangan. Temir sandiqning sirtiga Shijinslan qismi maxsus bakteriya urushi uchun ishlatiladigan tajriba sanduqi deb yozilgan. Bu qutuq yozilgani bo'lsa, 2-nomerlik virus tirikdan bo'ymi. Xatri nihoyatda kuchlik. To'g'rimi? To'g'ri. Maligisi shundaq degan. Qaraganda Liu Xo'jayin burli bu xatlarning ma'nosini obdan biladigan o'xshaydi. Bayatım men bilan tepishmoq o'ynabdi-ku sizda. Ha, o bir kitini maligisi menga buni maxfiy tutishni toplagan. Menga mo amal yo'q-da. İkimiz hamkorlashayotgandan cho'qim o'zaro ishonishimiz kerakdi. Liu Xo'jayin, yana mushundaq o'yinlarni o'ynasangiz, undaqda o'zingizning og'rinsangiz bo'lg'udak. Ha, to'g'ri. Undaqda mollar qo'lingizda shundaqmi? Ha, to'g'ri. Undaqda bu mollarni bugunli qo'limga berishni o'ylashgan o'xshamamsiz? Nimishqa? Ba'zi ishlarni texi bir taraf qilib bo'lamidi. Ya'ni kelib sizga burunla molni 3 kundan keyin almashtiramiz degan edim. To'g'rimi? O'g'o shu. Bugun bu yer kelishdagi maqsadim birinchidan Liu Xo'jayinga molning rost yoki yolg'onligini ayirib berish. Ikkinchidan pulimni ep ketish. Mal qo'limga tegmay turib, pulni oldin to'lasam, qoidaga uyg'un bo'lmay qolarmikin? Biz paraxotda kelishib bo'lgan. Molni ko'rib andin pul to'laymiz. To'g'rimi? Gapni shundaq deyishgan. Biroq Nima? Liu Xo'jayin pul to'lashni xohlamam degan. ha, gapni bundaq sesi qilma. O bir kitini, bundaq bo'lsin. Biz yanılı konularning qoidasi bo'yicha bir qo'lda molni topshirib, yana bir qo'lda pulni olaylik. Hey. Hey. Ha. O bir kitini, sizga va'da beray. Sizli molni topshirsangiz, 100 kesak oltinning birini mo kam qilmay sizga beray. Boya cho'nchondik paroxta emas, hurma sharob ichmay, jazo sharob ichib qolmang yana. Kelinglar. Kelinglar. Nima? Yuzsizlik qilmoqchimisiz? Bugun molni topshirmasang, bu yerdan chiqib ketaman deb xomxayol qilma. Qoralimning eg'izi yana 1/2 sant tuvan bo'lgan bo'lsa-la, akanglarning kallasini qetiqni ko'rib qolatdinglar. Sinab baqamsizlar. Hey, o bir kitinim. Herkes aldırasalı qilmang. O'zingizni besib eling. O'zimni besib olamdim. Men o'zimni besib oldim. Besib olama qolasizlar. Shunaq. Enim, o'zimni tutamay qopdiman. Ko'nglimga olmay kechirib et. Unaqa qilma. Bayatdin sen meni hurmat sharobi ichmay, jazo sharobi ichdingmi? Yo'q. Men xatolashibman. O bir kitinim. Ikkimizning hamkorlashishimizning yuzunda bo'lsa-mo, bo'ldi. Endi bir-birimiz bilan qiyishmaylik. Undaqda men o'zimga tava bo'lgan 100 kesak oltinni ep kelsam to'g'ri bo'ladigan-da. Shunaq. Ablaxla, qurolni tashlashmamsan. Mana. Tez o bir kitok akanglarga 100 kesak oltinni ep chiqinglar. Tez sanduqni aç. O bir kitinim. 100 dal kesak oltin. Qani qabul qil. Qani, Liu Xo'jayin, meni darvoza oldig'icha ustib qo'ying.
Ma'qul. Әң nadir, әң yeni, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Sanduqni harib qo'y. O'briktidan. Mening mollarim. Sen rastlı hürme şarap içmey, jaza şarap içid ekensen. Saqlab tur. Mayli. Hey. Aka, qo'qlamdoq, ha? Hammang mayqib. Nimaga yasalmani qiladigan-do? Rastlı çataq bo'ldi. Çataq bo'ldi. Ha? Bu kesak oltinni nereden keldiniz? Men degan qo. Liotellongman qarzda. Ha? Liu Tiello? U sizga nima qilib buncha ko'p pul qarzdor bo'ladi? Bo'ldi, so'ramanglar. Keyin asta-asta tushunib qolasizlar. Chang aka, sizni ko'rgan minutdan boshlab qilgan ishlaringiz kutilmagan yerdan chiqyotidi. Men faqat o'ylab topolmadim. Siz qanday amal ishiltib, Liu Tiellong degan ablaqdan buncha ko'p oltinni ola oladingiz? Bu degan uning iqtidori. Bo'ldi, Jinyi, so'ramang a. Uning degisi bo'lmasa, siz so'rab eg'izingizning terisi tushib qolsa-mu, uning kari yo'q. Sizlarning o'tiribdiki ishlar qanday bo'ldi? Malni Lovang ibodatxonasining yer ostiga yo'shirib qo'ydik. Jinyining kasaldan yuqumlanmagan inilari qarab qoldi. Sanduqni ochqitchi. Mening yonimda. Yuqumlangan birodarlarni o'rlashtirib oldinglarmi? Biz 10 necha yegak doka oldik. Ularning beshidan oyog'igacha o'rab qo'ydik. Odamchi. Biz qaytadiganda Jinbiyo bir necha harbini tayyorlab, ularni Qizil Yulduz doktorxonasiga olib ketgan. Meningcha, hozir yetib bari. Nayt yaxshi. Javyachin bilan Ruchangchi. Tex qaytib kelmadi. Qana bo'ldi yachin, aniqlab baqdingizmi? Yebang shahrida faqat birla doktorxona bor ekan. Aslidagi ismi Xayr Saxovat doktorxonasi. Ozod bo'lgandan keyin Qizil Yulduz doktorxonasi deb o'zgartib ketgan. Qolganlarning hammasi shaxsiy ichib olgan kichik davolash o'rinlar ekan. Nayt yaxshi. Biz endi harakatni boshlaylik. Nima bo'ldi? Nima ish yuz beribdi? Qarab baxmamsiz, dorixonaga o'g'ir kiribdi. O'g'rimi? Doğru o'g'irlabdimi? Dorixona boshqaruvchisini anglashimcha. Hay bo'ldi, yo'l boshlanlar. Doktorxona boshlig'i keldi. Hay, bu qanaqa ish? Birisi aynakni chiqib, dorixona ichiga kirib, nurg'un qimmatbaho dorilarni o'g'irlab ketibdi. Doktorxona boshlig'i, qarang. Sen qachon bayqading? Taxminan 1 soatning oldida. Men tozliq qilib deb kirsam, dorixona ichi hozirgidek turdi. Burun bir shabini sezdingmi? Yo'q, hammasi normal. Yana kelib sirtda dori oldigan yerda izchil odam bor. Men ulardan so'rab baqdim. Ularmi bir shabini sezmabdi. Doktorxona boshlig'i, bu tunugun kashda yuz bergan ish o'xshaydi. To'g'ri. Men shunda qo'ylashdim. Qaranglar, yer yuzida texi qon izimi bor ekan. Qanday to'g'ri yutibdi? Ha, 2 gemoglobin, yana 13 tal mamorachin qizni qaytirish ukoli. Hammasi yuqumli kasalning unumli to'g'risi. Shundaq, bo'libmi gemoglobin, bu xil dori bak qimmat. Bizning doktorxona iskilatida aslida ko'p emasdi. Haras, yana bir tal yengni aytsim yo'qtirdi. 2 yengni bir qop dezinfeksiya qilgan paxta. G'alati ish bu. Ammo bu o'g'ri o'kil urishni biladi ekanda. Doktorxona boshlig'i, masala asal ig'ir. Sizdan chiqqanda qilsak bo'la. Qo'dashgansa xabar qilinglar. Dilu men Ma'qul. Yo'q, kelinglar.
kelish uydan so'rab beqin. Sestra qizchaq. Menga yordam qilib, yuqumli kasallik bo'limidagi son doktor bilan aloqalashib bersangiz bo'pti ekan. U pastga bir tushsa. Siz avval nomer eling. Bu odamlarning hammasi xolera kasallikka giribtor bo'lganlar. Tezda son doktorga aytam. Ma'qul. Saqlab turinglar. Hargiz ketib qolmanglar. Ularga gemoglobinni ukol qilib urdik. Biroq ahvoli yanada yaxshilanmayotdi. G'alit ish. Bayqamada mo'lavli. Bu qatimqi xolera alohida jahil ekan. Shundoq. Bugun To'g'rixondan ikki quta gemoglobin yo'qolib ketibdi. Bu o'lmak nostiga tepmak bo'ldi-da. Shundoq. Yanılar xeyli yaxshi. Nemil degan bilan doktorxonada bu 5 xolera kasaldan boshqa bemor yo'q. Ha, qabul qilmaganlik yo'qligini tushundirmaydi. Balkim kasalning manbasi yezi qishloqlarda yoshirinib yotgan bo'lsa, ahvolni bilmak bakmi qiyin. Bilamsiz, odatda bizning odamlarimiz shaharliklarga o'xshamaydi. Ular pul to'lab doktorxonada davolanishga qo'sqa qag'raydi. Mo'shundaq ahvollarga yo'liqqanlar asos jihatdan yurt kezib yuradigan tiyuplarni izlaydi. Bir necha kunlik to'g'ri kesib turib, kasalni qayritib oladi. Bir necha kunga bo'lmayla kasallik bakteriyasi hamma yerni qoplab ketadi. Baxtga yarasha bu 5 bemor tijoratchi bo'lmagan bo'lsa, Sen doktor, li doktor qarab yaqinlachi. Past xolera kasallik girtar bo'lganlardan nechisi kepti? Ko'rdingizmi? Mana kepti. hozirlikqa doktorxona boshlig'i xabar qilar. Ma'qul. Tez bo'laylik. Yur. Qarab. Bemorni kim ekan? Men Siz sestraga ularning xoleraga giribtor bo'ldi dedingizmi? shundoq. Ha, sap bo'ldi. Bemor bak ko'pkan. Ularni 3-qavatga olib chiqib bersanglar bo'pti ekan. Albatta bo'ladi. Ko'tarib olib chiqinglar. Ha, kelinglar, ko'tarib ustiga chiqaylik. Oylab, ha? Siz darhol bu bemorlarni yotoqqa o'rlashtiring. Ma'qul. Bu yoqqa keling. Ma'qul. Marhamat. Sen doktor. Siz 2 nomerlik bemorni ko'rib keling. Ma'qul. Sizlar qayerdan keldinglar? Biz Chongchongdan keldik. O bemorlarmi shu yerdan keldimi? Shundoq. Sizning bemorlar bilan qanday munosabatingiz bor? Ularning hammasi mening do'stlarim. Sizning tajribangiz bordek qiladi. Nayt to'g'ri bo'lgan diagnozda nayt to'g'ri bo'lgan natijani aytdingiz. Deganingiz nayt to'g'ri. Ular xoleradan yuqumlibdi. Buni bilaman. Bilamsiz? Sizmi doktorlikni o'qiganmi? Yo'q. Sizlar qayerda tursizlar? Shahar ichida. Shaharning qayerida? Bunda qiynalishning zaruriyati bormi? Balkim bilishingiz mumkin. Xolera bir xil qo'rqinchli kasallik bakteriyasi. Agar tarqalib ketsa, uni kontrol qilish bakmi tas. Shu sababdan sizlarning turishlik joyinglarni bilishim kerak. Balkim yaqin atrofda yuqumlanganlar bo'lishi mumkin. Undaq bo'lmaydi. Ha? Siz qanday bilasiz? Chunki siz ko'rgan 10 necha yuqumlanguvchi bu qavatning ayrim xonasida yotgan 5 odam bilan birli vaqtda, birli yerda xolera bilan yuqumlangan. Siz ayrimxonda 5 yuqumlangan odamning borligini qanday bilasiz? Chunki ularmi mening do'stlarim. Ha. Undaqda menga aytib berarsiz. Ular qanday yuqumlangan? Tomoqdan zaharlanganmi yo? Yo'q. Ular yuqumlangan narsa yemaklikdanmi 100 yuqori. Ha. Qani anlab boqay. Hozir sizga bu gaplarni muqarrarlashtirib aytishga amalsizman. Chunki bu ishlarni men aniqlayapman. Shu sababdan men sizni yordamingizga muhtoj. Qanday yordam qilaman? Ayrim xonadagi bemorlar va men olib kelgan bemorlardan boshqa doktorxona yana xolera bilan yuqumlangan bemorlarni qabul qildimi? Yo'q. Jazmlashtira olamsiz. Mutlaq ishonchlik. Undaqda bu bir necha kundan beri bu doktorxonada normalsizlik yuz berdimi? Normalsizlik ahvollar? Aras. Bugun To'g'rixona boshqaruvchining bayqishicha birsi aynakni chaqib, qimmatbaho to'g'rilarni o'g'irlab ketibdi. Qachon bo'lgan ish?
Meningcha tunugun kech bo'ldi deydi. Qandaq dorilar yutibdi? 2 qop gemoglobin, 10 necha tal mamurachin qizni qaytirish ukoli, yengni naytisi, yengni 1 qop dori paxtisi degandek. U dorilar nimani davolaydi? Hammasi yuqumli kasalni davolaydi. Bahasi nihoyat qimmat. Bo'libmi gemoglobin. Bizning doktorxonadagi miqdorimi nihoyat oz. Tunugun kech biz 5 bemorga uni ishlatgan edik. O'lim bo'ldimi? Kasallik ahvoliga nisbatan aytganda tizginlash roli bor, biroq yaxshilanishi cho'ng emas. Rahmat son doktor. Cho'ng yordam qildingiz. Men yana qaytib kelaman. Hey, to'xtab turing. Yana ish bormi? Bu bemorlarni davolash puli-chi. Kechiring, unutib qoldim. Bunchalik ko'p ketmaydi. Qani eling. Son doktor. Dorilarga yerdagi ish chiqqan yerga boshlab opera olamsiz. Albatta bo'ladi. Qani mayli. O'g'ri, mana shu yerdan kirgan. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.shiji-salkin-com. Son doktor, ish bormidi? Doktorxona boshlig'i, mana mush apandim bizga ishga kelsak oltin topshirib berdi. Oltin? Mana mush apandim. Apandim. Ben Qizil Yulduz doktorxonasining doktorxona boshlig'i. Famila axir. Doktorxona boshlig'i yaxshimisiz? Siz bergan kesak oltinni doktorxona qabul qilmaydi. Nimishqa? Bu bak ko'pkan. Rostilla bak ko'pmi? Bu oltin bizning doktorxona qaytadan remont qilishimizga yetadi. Undaqda remont qilinglar. Hay, to'xta. Rahmat sizga. Hukumat bizga bir qator remont qilib bergan. Undaqda yaxshi dorilarni ko'plab kirgizib, odamlarni qutuldiringlar. Bu Aras, men hali qo'g'irni cho'qim tutib olib kelaman. Biroq yanla sizlarning yordamingizga muhtoj bo'laman. xotirjam bo'ling. Biz sizga cho'qim yaqindan yordamda bo'lamiz. Rahmat. Iymandaq kamaydigandi. Shu emasmi? Hayotning pastga tushganini ko'rdingizmi? Bilmaydi ekanman. Hey. Qanday? Xabar bormi? Tuning kech birisi doktorxonaning dorixonasiga o'g'irlikqa kiribdi. Yo'qimliq kasalning unumlik dorisini o'g'irlab ketibdi. Ichida yangi naytisi, yangi paxtlarmi bor ekan. Sizningcha Junson yilangmi? Men bayatdan naq maydonni ko'zdan kechirdim. Yer yuzida uzunga so'zilgan qon izi bor ekan.
bu shuni tushuntirib berdi-ki, o'g'ri yerdan o'milab mangan. Yerga ishiltib bo'lgan bir tal dezinfeksiya qilgan paxtani tashlab qo'yibdi. O'g'ri chuqum tamg'i yo'linib o'ltirib o'kil urgandan keyin qechib ketgan. Meningcha bu o'g'ri dal Johnson yelan. Nimishqa? Oldida u Dorixonning deriz aynigini chekib kirgan. Bu uning bo'langchi ekanligini bildirmaydi. Chunki pishib qoq bo'lib ketgan o'g'ri uchun aytganda ularning nurg'un amali bo'ladi. Hargiz derizdan chekib kirmaydi. O'rinliq. Ikkinchi, agar u odatdagi o'g'ri bo'lgan bo'lsa, dorilarni elish uchun nimishqa yerda o'mlab yuridi. Uchinchi, o'g'ri faqat yuqumlanish kesiliga unum bo'lgan dorilarni va o'qil materialni o'g'irlagan. Boshqa dorilar faqat yutmagan. Bu g'alati emasmi? To'g'ri. Agar men o'g'ri bo'lgan bo'lsam, qanchalik alsam, shunchalik olgan bo'lardim. Hargizmi faqat yuqumli kasalga davo bo'ladigan dorilarni olmagan bo'lardim. To'g'ri. To'g'ri dedingiz. Meningcha ahvol mundaq. Johnsonning butun badani xoleraga to'lib ketgan. Törengash doktorxonaga o'g'irlik chiqarib, aynakni chaqib, mag'dursizlikdan o'mlab, dori jihozlarida yamishib chiqqan. Shu sababdan uningga o'milmakdan boshqa amal yo'q. Rost deysiz. U dori jihozning oldiga borganda kuchining berishi o'rib turib, unimga ega dorilarni izlagan. Ya'ni yengni uchi, yengni naytisining yutib ketishi. Shuningdek, tam bo'longa tashlaqliq dori paxtisi uning tam tuvda o'ziga o'kil urganligini isbotlab berdi. Bu degan bir tal ispirtga chilangan paxta maxsus o'kil urishga ishiltildi. Dorixona faqat bemorlarga dori beradigan joy, o'kil uradigan joy emas. Shu sababdan shundaq deyishga bo'ladi-ki, faqat ashundaq odamlardan boshqa hech qanday odam uning ishida turib o'kil urmaydi. U o'kil urib bo'lgandan keyin paxtani yerga tashlab atgan. Yeniga lozimlik dorilarni silib, dorixonadan ayrilgan. Bu tarafini dariza oldidagi ikki oyoq izi isbotlab berdi. Yo'l-yo'liga, qo'ri-qo'riga keldi. Meningcha ayni vaqtdagi ahvol cho'qim shundaq. Hey, u ablah yana qochib ketibdi. Chang aka, nimishqa boldiroq bayqamadingiz? U qochmadi. U qechishni bilmaydi. Demakchi bo'g'inimiz u yana doktorxonadami? Albatta. Sizlar o'ylab boqinglar. Agar u dorixonadan o'g'irlab kelingan dorilarni ishlatib bo'lsa, biroq kesini taltuk saqaymasa, unda u qanday qiladi? U cho'qim yana dorixonaga o'g'irlik kirdi. Mumkin emas. Bunda qilish tepki emasmi? Bir qitim aynak chaqsin deylik. Ikkinchi qitim yana chaqamda. Agar u tutulib qolsa-chi? Hayotidan ayrilishga nisbatan o'g'irlik qilish, tutulib qilish hech qancha ish emas. Sizning shu. O'g'irlikdek qiladi. Shu sababdan hayoti xavf ichida qolganda Johnson tutulib qolishga qaramay, yana bir qatim o'g'irlikqa kirdi. Qandaq? Bu qatim to'g'ri degandimi? Gapingiz nihoyatda to'g'ri. Johnson yelanga nisbatan doktorxona dori oladigan eng yaqin yer. U doriga qancha yaqin bo'lsa, shuncha bexatar bo'ladi. Ya'ni kelib, doktorxonada har xil kasal giribtor bo'lgan, kelib ketadigan odamlar intayin ko'p. Bular uning uchun qo'g'dash rolini o'ynaydi. Uni sezib qolgan taqdirdami, u yanada bemor hisoblanadi. Biroq boshqa ahvolga kelsak, ahvolni tushuntirish qiyin. Bu ikki tarafni o'ylasak, uning qandaqmi bu yerdan ayrilg'usi kelsin. Shu sababdan meningcha u hozir doktorxonaning noma'lum bo'lgan bulun qushqoqlarida yoshirinib turdi. U bir tarafdan o'zini davolab, yana bir tarafdan fursat kutib, yana bir qatim dorixonaga o'g'irlikqa kirishni ko'zlaydi. Bizning amni qiladigan ishimiz uni ko'chlab chiqarishdan iborat. Ayting, biz qanday qilamiz? To'g'ri. Eng nodir, eng yangi, Qani kelinglar. suzuklik yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com